Assalomu alaykum, hurmatli Turkiston 138 podkast ko'ruvchilari, aziz tomoshabinlar. Bugun yana Azim Marg'ilon shahri Erkin Vohidov ijod maktabida Turkiston 138 podkastining navbatdagi soni efirga uzatilyapti. Bugungi podkastimizni aziz va hurmatli mehmonlari Farg'ona viloyati ekologiya atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi bosh boshqarmasi eko politsiyasi xodimlari No'monjonov Sardorbek aka, Eshonxonov Zohidjon aka hamda Ne'matov Davronbek akalar hamda maktabimizning o'quv tarbiya ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Saidakmalxon Mamatov va o'zim tarix fanlari o'qituvchisi oliy toifali tarixchi Bahromjon Xudoyberdiyev bugungi podkastimizni olib boramiz. Bugungi podkastimizning asosiy mavzusi ekologiya haqida bo'ladi. Nima uchun ekologiya mavzusini tanladik? Sababi bugungi dunyoda ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish masalasi juda ham dolzarb masalaga aylanib bormoqda. Sababi bugungi 21-asrda atrof muhitni 24% juda og'ir shikastlangan holatda tabiatimiz og'ir yarador sher misol yotibdi. Oqibatda har yili dunyo bo'yicha 7 milliondan ortiq odam turli xil kasalliklardan, ayniqsa yurak qon tomir kasalliklari, o'pka va o'pka saratoni, allergiya hamda 90% havoning sifatsizligi evaziga ayniqsa yoshlar orasida o'pka saratoni keskin oshib borayotgani hisobiga biz bu podkastni dolzarb deb topdik bu mavzuni va ushbu mavzu yuzasidan bugun suhbat olib borish uchun tashrif buyurganlar uchun sizlarga rahmat. Saidakmal aka, o'zingizni fikrlaringizni bersangiz. Hozirgi kunda bu mavzu trendga chiqdi desa ham adashmaymiz. Demak, ekologik muammo nafaqat bizni hududimizda yashash hududimiz, balki butun dunyoda ham hozir juda ham ko'p nimada. Endi biz shu mana ekopolitsiya degan yangi bizga o'zbek lug'atiga yangi termin kelib chiqdi. Shu nima qiladi, nima vazifa bajaradi? Shular haqida bir qisqacha bizga ma'lumot bersalar. Ya'ni ekopolitsiya bu nima ish qiladi o'zi? Avvalambor assalomu alaykum. Shunchalik shu davra suhbatiga chaqirganingizdar, rahmat. Bu hayotda inson nimagadir manfaati, foydasi tegsa, o'zini baxtli his qilish kerak deb o'ylayman. Sababi haligi kerak emas insondan o'zi xudo saqlasin degan narsa bor. Shuning uchun hozirgi bu ekopolitsiya degan tizimimizga muhtaram prezidentimiz ekologiya sohasida hamda turizm sohasida insonlarni savollariga, shu nimalarga tezkor javob beradigan tizimni joriy qilish maqsadida shu ekopolitsiya tizimi tashkil qilindi. Bu 2025-yil 18-noyabrda muhtaram prezidentimizning PF 217-sonli farmonlari bilan qabul qilindi. Bunga javoban o'sha PQ 340-sonli qaror chiqdi. Bu o'sha ya'ni yangi tizimimiz Milliy ekologiya milliy qo'mitasi tashkil qilindi. Bu bo'yicha o'shunda ekopolitsiya tizimi tashkil qilindi. Ekopolitsiyaning endi asosiy vazifasi bizda o'sha haligi politsiya, ichki ishlar degandek termin udumga kirganligi uchun ekopolitsiya bu o'sha har narsaga tezkor javob beradigan, har tomonlama, misol uchun keng fikrlaydigan, to'liq bilimga ega, aholidan tushayotgan murojaatlarni o'z vaqtida yechimini topadigan, o'sha tabiiy resurs, boshqa o'simlik dunyosi, suvlardan, chiqindilardan foydalanishda to'liq tartibga soladigan ekopolitsiya tizimi tashkil qilindi. Ekopolitsiya bu hududda, umumiy hamma hududda yuradi. Ekopolitsiyaning asosiy vazifalari o'sha huquqbuzarlik sodir bo'ladigan joylarda oldindan profilaktik tadbirlarni olib borish va o'sha sodir etgan huquqbuzarliklarga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda belgilangan moddalar bilan ma'muriy jazolarni qo'llashdan iborat. Shunaqa masalasida ekologik politsiya tizimi tashkil qilindi. Bu aholini o'sha tezkor muammolarni hal etish uchun qulaylik yaratish maqsadida tuzilgan narsa bu. Xo'p, o'z-o'zidan savol kelib chiqadi-da. Bu ekologik shu tashkilot yoki ekopolitsiyani tashkil qilishdan maqsad faqat aholiga jarima qo'llashmi yoki boshqa maqsadlar ham bormi? Ya'ni ularda yana bir qo'shimcha bir hali nima desa bo'ladi, vazifalaridan bir tushuntirish bersalar yana yaxshiroq bo'ladi. Nima yana ular qo'shimcha vazifalar? Ekopolitsiyani asosiy maqsadi doimiy jarima solishdan iborat emas. Sababi biz misol uchun insonlarga yoki zulm yoki bir narsa uchun kurashib turgan davrda emasmiz. Albatta, demokratiya, hamma misol uchun so'z erkinligi, misol uchun hamma erkinliklarimiz bor. Biz davlatimizda qonun, adolat misol uchun ishlaydi,
qonun ustuvorligi degan narsamiz bor. Bu ekopolitsiya o'z-o'zidan kelib chiqib ko'chada targ'ibot ishlarini olib boradi, profilaktik tadbirlar olib boradi. Aholiga misol uchun yurgan yo'lida misol uchun o'sha daraxtlarni noqonuniy kesmaslikni, hayvonlarimiz, baliqlarda yoki misol uchun hayvonlarni noqonuniy ov qilishni tartibga solish maqsadida profilaktik tadbirlar olib boradi. Aholilar bilan davra suhbatlari olib boriladi. Bu borasida keyin ijtimoiy tarmoqlarda, televideniyalarda chiqishlar qiladi. Bundan tashqari nimada o'sha ishlab chiqarish nafaqat insonlar bilan, ko'chadagi tabiat bilan, bundan tashqari hududimizdagi har bitta ishlab chiqarish, zavod, korxonalar, tadbirkorlik subyektlarini atrof muhitga yetkazayotgan zararlarni baholash tizimi ham joriy qilinganda bizda. Shu bo'yicha korxonalarda monitoring tizimini ham ekopolitsiya xodimlari birgalikda teng ko'lamda olib boradi. Bundan maqsad nima? Misol uchun aka siz tadbirkor bo'ladigan bo'lsangiz, misol uchun qonundan misol uchun xabardor bo'lishingiz mumkin yoki kechroq o'qib qolishingiz mumkin. Albatta. Bu borasida bizning xodimlar kirib, yillik davomida ularga reyting ballarini ham misol uchun monitoring jarayonida aniqlab borishadi. Misol uchun sizni korxonangiz bo'ladigan bo'lsa, kirib aka sizda ekologiyaga oid talablarni bajarilmasligi bo'yicha qonun hujjatlarida mana hujjatlaringiz kamchilik bor ekan. Ishlab chiqarish jarayonida bunday kamchiliklarga yo'l qo'yapsiz ekan. Shuni bartaraf etish choralarini ko'rishingizni so'rayman degan asosda majburiy ko'rsatmalar, tegishli ogohlantirish xatlari hamda suhbatlarni o'tkazib, tavsiyalarni berib borishadi. Endi yil davomida shular tahlil qilingan jarayonda 1 yil davomida endi shu narsani bajarmaganlik yuzasidan ular tahliliy natijalarni kelib chiqarishadi va qonunda belgilangan tartibda keyin iloji bor jazoga tortishga to'g'ri kelib qoladi. Doimiy bu degani bitta aniqlangan holatda sirazi jazoga o'tilishi degan narsa emas. Albatta. Demak, Sardor aka aytmoqchisizki, ekopolitsiya bu jazolovchi organ bo'lishdan avval odamlarni profilaktika qilish tashkiloti. Albatta. Odamlarda mana shu ekologik madaniyatni rivojlantirish va hokazo masalasida targ'ibot tashkilot ishlarini olib borish kerak. Albatta, kasallikni davolagandan ko'ra uni oldini olgan ma'qul. Asli o'zi inson bo'lib paydo bo'libdiki, eng azaldan dinlarimizda, e'tiqodlarimizda yoki bo'lmasa tamaddunlarimizda, sivilizatsiyalarimizda tabiatni muqaddas bilish, tabiat bilan chambarchas hayot kechirish, chambarchas ularni himoya qilish masalalari doim urg'u berib borilgan. Masalan, eng qadim dinlarda, masalan, dunyo tarixida eng qadim dinlar bu hinduizm dinlaridan biri hisoblanadi. Hinduizmda doimo tabiatni, osmonni, tuproqni, suvni, havoni muqaddas bilish yoki zardushtiylik mana, olishimiz mumkin. O'sha zardushtiylarda shunaqa bir udum bo'lganki, inson o'lgandan keyin inson tanasiga yovuz ruhlar joylashib oladigan bir ta'limot bo'lganda, natijada bu yovuz ruhlar joylashgan tanani ochiq havoga qo'yib bo'lmaydi, havoni yomonlaydi deb ochiq havoga qo'yishmagan. Tuproqqa dafn qilib bo'lmaydi, tuproq muqaddas, tuproqni yomon qiladi deb fikrlashgan yoki suvga cho'ktirib bo'lmaydi, suvni rasvo qiladi deb unga qarashgan. Nima qilishgan ular inson oyog'i yetmaydigan baland cho'qqilar olib chiqib jasadni qo'yishgan, toshlar ustiga yovvoyi qushlar buni yegan. Va suyaklarni yig'ishtirishib, sopol astuari deb qo'yadi buni tarixchilar tilida, astuari solib, olib kelib joylab qo'yishgan tobutchalarga. Nima demoqchiman? Zardushtiylik dinida mana shu eng qadim davrdanoq tabiatni muqaddas bilish o'qitilgan. Keyingi dinlarda olishimiz mumkin yoki masalan yahudiylik dinida yoki masalan o'zimizni islom dinimizda bu tabiatni asrash haqida juda qimmatli fikrlar bildirilgan. Masalan, muqaddas kitobimiz Qur'oni Karimda An'om surasining 38-oyatda aytilgan ekan, yerdagi barcha jonzotlar va qanotlilar siz kabi ummatdir degan fikr o'qitilgan ekan. Demak, qushlarni, o'sha hayvonlarni, nabotot olamini, hayvonot olamini asrashlik Xudoy taolo tomonidan o'zi bizga buyurilgan eng buyuk farzlardan biri hisoblanar ekan. Yoki masalan payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam ham hadislarda aytib o'tilyapti, agar qiyomat qoyim bo'layotgan bo'lsa deydi, ya'ni qoyim bo'lish Saidahmon aka muqarrar bo'lishi, muqarrar hozir bo'lish kerak bo'lgan hodisa. Agar qiyomat qoyim bo'layotgan bo'lsa-yu, biringizni qo'lingizda nihol bo'lsa, imkon bo'lsa uni ekib qo'ying degan ekan payg'ambarimiz. Qarang, dunyoga yakun yasayotgan pallada ham niholda ekib qo'ying degan ekan. Bundan biz bilamizki, islom dini demak ana shu tabiatni, ekologiyani muhofaza qilish bo'yicha juda katta o'zi salohiyatga ega. Yoki masalan yana olishimiz mumkin, kim bir daraxt eksa, undan qushlar, hayvonlar yesa, bu unga sadaqa bo'ladi deydi. Ya'ni sadaqa bilamiz insonni u dunyo bu dunyosini himoya qiladi. Nima demoqchiman? Dinimiz ham tabiatga bepisandlik bilan qaramagan ekan. Bundan kelib chiqqan holatda tabiat albatta muqaddas Saidahmon aka. Albatta, hamma shu tabiatsiz inson yoki mana jonzotlar. Endi mana masalan
hozirgi kundagi mana bu ekologiyani asrash, shu ayniqsa davlat ahamiyatiga ega bo'lgan shu nimaga chiqdida. Masalan, avvallari eshitganmiz biz endi kichkinaligimizda yoki bizdan oldingi otalarimiz yoki bobolarimiz, masalan, shu yoshi katta insonlar hattoki mahallada ko'chada yurib aroqqa supurayotgan kelinlarni ko'rsa qattiq gapirishgan, tanbeh berishganda masalan. Endi hozirgi kunda bunaqa narsalar deyarli anqon urug'i deydimi? Ko'rish qiyin bo'ladi. Masalan, bitta bolaga 7 mahalla ota-ona degan narsalar bo'lardi. Masalan, oddiy misol, o'zimiz ham mahallada turamiz, o'sha hovlida ko'chada kuzataman. Endi masalan, ba'zi bir bolalar maktabdan ketyapti, o'sha marojnasini, qog'ozini yoki o'sha semichka nimalarini yo'lga tashab ketishadi. Biz ham masalan, shaxsan men go'yo aytaman, go'yo masalan o'zim ham to'g'risi xayol bilan bo'lib shuni nima qilarmaymizda. U hozir o'sha aytishadi, biz uni ko'rmaganmiz, o'sha aroqdagi suvdan ichganmiz deyshadi masalan, bobolarimiz aytishadi. Hattoki hozir mana aroqlarimizda suv muammosi ham kelib chiqyapti. Bir shunday guvohi bo'ldiki, bir kuni yo'lda haydovchilik qilamiz, hammamiz ham masalan mashinadan o'sha axlatlarni ko'chaga tashlab ketish holatlari bo'ladi. Sigareta joylarini yoki bo'lmasam yoki o'sha banishni ichimliklarni tashlab ketyapti. Bir kuni o'sha svetofor turganimizda bitta otaxon shu tashlagan odam shopirga to'xtab qaytadan tushuntirdi. Keyin hamma masalan orqalarga qarsak olganda haligi otaxon qarab turib aytayaptiki, "Sanlar ham shu ishni qilsang o'zingni bitaman qilaveramanmi? Qolganlarni taraq qilyapti." Ya'ni nima desa bo'ladi, shu yoshlikdan masalan mana Yaponiyada hattoki ariqlardagi shu oqadigan suvlarda xuddi biz akvarium baliqlarimiz ham yurar ekanda tozaligidan. Biz ham xuddi shu jamiyatimizni shu darajada ekologik madaniyatni oshirishimiz kerak. Shunlarda ham masalan targ'ib qilib mana bu shu joyga bitta fikringizga endi o'zimning fikrim shu sohadan kelib chiqib, bizda o'zbek xalqida madaniyatimiz juda yuqori. Saviyali insonlar juda ko'p, fikrli, olimlar, boshqa. Men shaxsan o'zim o'zbek bo'lganimdan, boshqa bo'lganimdan g'ururlanaman, faxrlanaman. Sababi bitta mavzuni yoki yo'nalishda aytsangiz, hamma narsadan xabari bor, keng fikrli. Endi bundan kelib chiqadigan bo'lsak, tabiat borasida insonlarimiz tabiatga nima deydi? Ishqibozi baland. Sababi hozirgi kunda haligi piknik, tabiat qo'ynida dam olish degan narsalar ko'paydi. Lekin insonlar shuni yaratish uchun o'zlarida jicha mehnatga sal nimalik bo'lyapti xolos. Misol uchun davlatimiz rahbar tomonidan mana shuncha bog'lar, parklar yaratildi, boshqa qilyapti. Shunga qarang, odamlar boryapti, dam olyapti. Faqat endi shuni yaratishga davlatimiz ham misol uchun qanday bitta misol tariqasida shu narsani qilib beryapti-da. Ertaga fuqarolar ham o'zi siz aytgandek o'sha har bitta odam misol uchun bir tutdan daraxt ekkanda ham misol uchun 100 tasi qancha bo'ladi? 200 tasi qancha bo'ladi? Albatta. Bu degani 200 ta odam daraxt ekib, bor yana 50 tasi qurib ketsin, 150 tasi o'rnaydi. Davlatimizda yiliga 150 tadan misol uchun oddiygina aholidan 150 tadan daraxt o'rnagan taqdirda ham borgan sari qancha ko'payib ketadi daraxtimiz, tabiatimiz qancha o'zgaradi. Oddiygina ko'chada xalqlar misol uchun odamlar, fuqarolarimiz bitta mashinani avtobusni to'sib turganda quyoshli nimasida daraxt panasiga qochadi. Endi hali nima deydi? Gurucham kurmaysiz bo'lmaydi degandek, albatta insonlarimiz ichida, fuqarolarimiz o'rtasida endi shunaqa insonlar bor. Ularni ham misol uchun endi ayblab bo'lmaydi. Kimlardir endi zaruriy holatda, kimlardir endi bu narsani bilmadim deydi, tasodifan deydi, tushunmaganlik asosida o'sha daraxtlarni kesib qo'yishga majbur bo'ladi. Ular ham misol uchun endi qilgan ishidan pushaymon, keyingi holatda misol uchun bu narsani takrorlamaslikka harakat qiladi, boshqa bo'ladi. Lekin deganimki o'sha har narsani misol uchun vaqtida avaylasak, asrasak, kelajakka misol uchun hamma narsa yaxshi boradi degan nimadan. Albatta. Endi aka, Sardor aka, mana shu fikringiz bugungi zamonda texnologiya emas, insonni axloqi, bugungi ekologiyani texnologiya emas, inson axloqi buzyapti desak to'g'ri aytgan bo'lamizmi? Insonni mana shu axloqiy qarashlar nuqtai nazaridan tabiat asrab qolish mumkin-da. Olishimiz mumkin. Yevropada bir mutafakkirning gapi bor. Bugungi olamimiz Nuh kemasiga o'xshaydi deydi. Unda ko'plagan hayvonlar va ostorli insonlar qoldi deydi. Inson haqiqiy hazrat inson bo'lish kerak, tabiatni kelajak avlodga yetkazib berishning sababi inson o'zini tafakkuri orqali nimalarni ixtiro qilishi mumkin. Masalan, inson tafakkuri oqibatida kitob ixtiro qilingan 1445 Yogan Gutenberg tomonidan. Yoki masalan kompyuter texnologiya ixtiro qilingan mana o'tgan asrda. Inson tafakkuri mahsuli, lekin bu tabiat, Xudo bergan yer osti boyliklar, bu ne'mat o'stirib aytganda.
uni yaratgandan boshqa hech kim insonga yetkazib bera olmaydi. Bizdan keyingi avlodlar ham biz ko'rgan ekologik yaxshi sharoitlarda yashashga haqqi bor deb o'ylayman-da. Demoqchi bo'lganimki, bugungi ekologik inqiroz texnologiya muammosi emas, balki axloq va iste'mol madaniyati muammosi deb qarasa, aniqroq bo'ladida. Aniqroq bo'ladi. Bugungi zamonda mana dunyo bo'yicha urbanizatsiya ketyapti, ya'ni shaharlashish juda jadallik bilan ketyapti. Oqibatda ekologiya jiddiy xavflar tug'diradi Davronbek aka. Insonlar shunday bir tadbirkorlar paydo bo'ldiki, jamiyatda o'z shaxsiy manfaatini deb hamma narsadan voz kechadi kerak bo'lsa, ekologiya shu bog'larni, dendrologiya bog'larini, hatto botanika bog'larini, katta-katta 100 yillik, 200 yillik daraxtlarni, noyob daraxtlarni, o'simlik dunyosini vayron qilib, o'z shaxsiy manfaatidan kelib chiqqan holda. Nega bunday qilyapsan desangiz, o'zining iddaosini ilgari suradi. Men falonlikqa solmoqchiman, men pistonlikqa solmoqchiman, men xalqni o'ylayapman, qazo qilyapman, piston qilyapman. Aslida uni negizida o'zining shaxsiy manfaatidan boshqa narsa yo'q. Shu masalada siz nima deysiz Davronbek aka masalan? Siz aytib turgan masala to'g'ri to'g'ri, lekin hozirgi kunda aynan shu aytib turgan masalangiz bo'yicha o'zi o'sha urbanizatsiya yoki ko'p etajli, ko'p kvartirali domlar, boshqalar qurilishida daraxt bor joyga o'sha nimadir ishlab chiqarish yoki qurilish olib borish o'zi taqiqlanadi qonun bo'yicha. Bu bundan tashqari o'sha tadbirkor masalan o'sha joyga bino quryapti turganda bizdan o'sha ekologiya ekspertiza xulosa olinishi talab qilinadi. Bu qonunlarga kiritildi. Qonunlarda shu ekologiya ekspertiza xulosa olinish jarayonida bizni ekspertlar hamda o'sha tuman yo shahardan inspektorlar tomonidan joyiga borib o'rganish ishlarida daraxt bor holat aniqlanib qolinsa rad bo'ladi u narsa, u joyga qura olmaydi. Bundan tashqari agar shu mana ko'p yangi ma'lumotlar tushdi, mana o'zimizga ko'rgan o'ta chiroyli tushdi. Shularni qurilishda ham Vazirlar Mahkamasi 199-sonli qaroriga asosan balandligi 12 metrdan baland bo'lsa, hududini 500 metr kvadratdan ortiq bo'lsa, shuni 25% hozir mana 30% ga o'tadi. Yaqindan qonunga o'zgartirish kiritildi. Ko'kalam maydon qilish majburiy. Yoniga o'sha aholi uchun dam olish joy, ko'kalam, maysa ekib, daraxtlar ekib, kamida 25% da hozir 30% ga tushdi. Shu talablar bajarilmasa, u foydalanishga qabul qilinmaydi. Foydalanishdan o'tkazilmaydi. Shu talablar kiritildi hozir aytib turgan masalalarimiz uchun. Juda yaxshi o'zgarishlar bo'lgan ekan. Demak, tabiatni muhofaza qilish bo'yicha oldiga qarab yuryapmiz. Oldiga qarab yuryapmiz. Ilgarilari mana shu masalalar juda achinarli holatda edi, Zohidjon aka. Olishimiz mumkin, tabiat ekologiya harakat bilan bir hisoblanmasdi ham. Bor xohlaganini qilib, vayron qilib, payhon qilib, hamma yo'lda rasvo qilib ketaverardi, o'z shaxsiy manfaati yo'lida qurilishlar. Oqibatda mana ekologiyani boy berib qo'ydi-da. Ilgarilari mana bu radiatsiya, quyosh radiatsiyasi nurlari nima deydi buni? Ultrabinafsha nurlari ozon qatlamini yemirishga 5 ballik, 7 ballik tizimda ultrabinafsha nurlar kirib keldi. Odamlar juda ko'pida salomatlik orqaga qarab ketgan. Qarang, yuqorida aytib o'tdimki, yiliga 7 million odam mana shu turli xil tabiiy kasalliklardan hayotdan ko'z yumayapti-da. Vaholanki inson bu hayotga bir marta keladi, yashab qolishligi uchun, va hokazo. Endi odamlarimizni o'zi ham mana shu jamiyat saqlab qolishda, tabiat saqlab qolishda jonboz ko'rsatish kerak-da. Mana yaqinda bo'lgan bir hududda aytmaylik, bir tadbirkor Zovurdi bo'yidagi nimani kesib tashladi, tollarni kesish bo'yicha o'sha hududda o'zini amaldorlardan biri shu ishga boshchilik qildi. Shu ish ommaviy axborot vositalarida olib chiqildi. Xalqimizga rahmat. Juda ko'pchilik bunga o'zini fikrini bildirdi. Oqibatda shu hudud saqlab qolindi. Nima demoqchiman? Jamoaviy harakat tabiatni asrab qolish kerak. Biz yoshlarimiz onga shuni saqlab qolishimiz kerak, o'qitirishimiz kerak. Dunyo tarixiga murojaat qiladigan bo'lsak, bunaqa harakatlar juda ham ko'p bo'lgan. Masalan, 1970-yillarda Hindistonda mana Chipko harakati bo'lgan ekan. Qizlar, ayollar ayol boshi bilan tabiat asrab qolgan ekan. O'sha vaqtda Hindiston hukumatı malarni va o'rmonlarni kesib, o'rniga sanoat zonalari, shaharlar qurish masalasida yoppasiga tabiatga qarshi urush e'lon qilgan ekanda, shunda Chipko ismli hind ayoli boshchiligida daraxtlarni quchoqlab olish. Chipko so'zining lug'aviy ma'nosi hindchadan tarjima qilganda quchoqlamoq degan ma'noda kelar ekan. Yo meni o'ldirasan, keyin kesasan, yoki meni kaltaklaysan, keyin kesasan shiori ostida butun boshli gektar o'rmonlar saqlab qolingan ekan. Oqibatda Hindistonda mana shu ekologiyani muhofaza qilish bo'yicha qonunlar ishlab chiqilgan ekan. Va albatta jamiyatda tabiatga bo'lgan munosabati bo'lish kerak. Saidam aka nima deysiz?
Yo'q, albatta man tarixiy nazar solamizmi yoki hozirgi kunimizda bo'layotgan o'sha hozirgi mana aytib o'tilgan shu fan texnologiya, oziq-ovqat sanoatini rivojlanishi, aholini ko'payishi natijasida shu tabiatga to'g'ri ancha zarar yetib keldi. Lekin endi biz shu endi buni ham sanoatni ham sivilizatsiyani ham orqaga qaytarib bo'lmaydi, rivojlanish kerak. Buni ham to'xtatib bo'lmaydi. Tabiatni asraymiz deb inson masalan inson baribir inson qadri baribir oliy qadriyat masalan bo'lgandan keyin Hamma narsa inson uchun-da. hamma narsa inson uchun. O'zi aslida masalan. Bitta hozir masalan to'g'ri inson ham o'sha tabiatni nima qilish bo'yicha aybdor. Lekin biz shu samarali yo'llarga masalan oldinlari o'sha sug'orishda o'sha an'anaviy usulda shu suvni keng ochib yuborilgan bo'lsa, hozir mana yangi texnologiyalar bo'yicha shu tomchilatib sug'orish, masalan yashil energiya, masalan mana yashil energiya bo'yicha qanday sizlarda masalan faoliyatlarga aloqadorligi bormi? Yo'q, yashil energiya ham Dan foydalanish. umumiy hamma narsasi bir-biriga bog'liq. Bog'liq. Endi misol uchun bog'liq. Bu yashil energiya endi misol uchun qanday Foydalanish. misol uchun o'sha misol uchun elektr energiyasini misol uchun tabiiy anaqalardan misol uchun tejash yoki misol uchun o'zimizda foydalanayotgan 365 kunimiz misol uchun quyoshli kunlardan iborat. Albatta shundan unumli foydalanish maqsadida misol uchun ekologik sof holatda deyilgan narsalar hozir ko'payib ketdi. Ekologik jihatdan toza mahsulotlar ishlab chiqarish uchun yashil energiyasidan foydalanib kelinmoqda hozirgi kunda. Bu biz uchun ham misol uchun ahamiyatga ega, bizga misol uchun buni ta'siri bor. Bu qanday mana misol uchun oldin misol uchun ixtirolar ko'p bo'lardi, hozirga kelib ham misol uchun rivojlanyapti. Ya'ni o'sha men o'zim eslayman, yoshligimizda hali bir suv anaqalariga charxpalayda anaqa qilib qo'yib qo'yishardi. Misol uchun ularda bir o'ylab qarasak, mana hozir shuni misol uchun tushunib yetyapmiz. Shu ham misol uchun unumli narsa ekan. Bitta tomondan suvni misol uchun ifloslanishini oldini ham olar ekan. Ham misol uchun undan unumli foydalangan maqsadda amalga oshar ekan. Misol uchun shunga siz aytgandek o'sha generatorlarda o'rnatib, tok ishlab chiqarish jarayonlarini olib borib, shu maqsadda foydalanishar ekan. Quyosh panellari yoki shamol energiyasi. Shamol energiyasi. To'g'ri, bundan tashqari masalan mana hozirgi kunda bir martalik narsalar ko'payib ketganda, одноразовый deyiladi ruschada, ya'ni bir martalik, hamma yo'q salfetkalar bir martalik, shuni iloji boricha ko'p martalik ishlatiladigan narsalarni nima qilish o'tishimiz kerak ekanda. Tabiiy narsadan yasashni, tabiiy. Yevropa mamlakatlarida deyarli hozir mana shu siz aytmoqchi aholini nimasi bilan shunga o'tishga harakat bo'lyapti degan masalan. O'tilgan bo'lishi ham mumkin masalan. Masalan, oddiy bozorlikda ham bitta masalan men shu magazinga kiraman, endi hozir kunda masalan oldingidaqa uylarga qop-qop kartoshka olib qo'yish yo'q. Hamma yoq svejisi yangi kelyapti. Masalan, mahsulot olsangiz 10 ta paketga 10 ta paketga solib beryapti-da. Men o'sha aytamanki, yo'q bitta paketga solib yetadi deyman. Chunki hali uni keyin nimaga tashlasa, endi baribir o'sha axlatga olib chiqib tashlaymiz chiqindixonalarga. Endi mana masalan hozirgi kunda bizning respublikamizda shu chiqindilarni qayta ishlash bo'yicha ham texnologiyalar rivojlantirish kerak. Rivojlangan mamlakatlardan, Yevropadan yoki mana ba'zi bir arab mamlakatlaridan, dunyo bo'yicha men eshitishim uchun Germaniya mamlakati shu yetakchi o'rinlarda turar ekan, chiqindilarni qayta ishlash bo'yicha deyarli o'sha 50% dan oshiq chiqindisini qayta ishlaydigan. Bizda shu ko'rsatkich bilmadim endi qancha foiz. Shuni ko'paytirish kerak-da. Ko'paytirish kerak, to'g'ri. Endi masalan tadbirkorlarimiz masalan mana o'zimizga guvoh bo'lamiz, hali bakalashkalarni yig'ib, uni qayta ishlash nimalari bor. Hozirgi kunda mana statistika bo'yicha aynan Tinch okeanni o'zida qancha Fransiya hududiga teng bo'lgan Tinch okeanida Fransiya mamlakatini hududiga teng miqdorda chiqindi bor ekan. Yozmasa jilar to'plami. Qarang, bu dahshatku, bu butun mamlakat darajasidagi chiqindi dunyo okeanini suzib yurishi. Vaholanki mana hozir yiliga dunyo okeani mana shu chiqindi oqibatida to'kilishi, nimaga ekologiyaga ziyon yetkazish oqibatida yiliga 0.2% isib boryapti ekan. Biz yoshligimizda ham quyosh anchagina qizarardi, yaxshi issiq bo'lardi, lekin bu daraja zararli emas edi. Ilgari yilgi o'tgan issiqlar ancha odam qiynab tashladi. Albatta. Qo'pol qilib aytganda o'limlar soni ko'payib ketyapti mana shu iqlimda oqibatida turli kasalliklar va hokazo. Qolaversa bu mana ekologiyani buzish evaziga yuqumli kasalliklar, sog'liqni saqlash vazirligi bergan ma'lumotlar bo'yicha yoki aslida bu o'tgan asrda boshlangan, lekin buni hozir eng yuqori cho'qqisida turibmizda. Qo'limda kitob shu men Chingiz Aytmatov bilan Muxtor Shoxon cho'qqida qolgan ovchining oxizori degan kitobni o'qib turib bir narsaga ko'zim tushib qoldi-da. Chingiz To'raqullovich Aytmatov dunyo madaniyati o'z o'rniga ega bo'lgan buyuk yozuvchi. O'sha Sovet davridayoq 70-80-yillardayoq ekologiyaning tabiati buzilishining ko'rib shu odam shu kitobga shu ma'lumot kiritgan ekan. O'sha Rossiya shimolida yashayotgan Yukagir xalqi o'sha vaqtda 608 nafar qolgan ekan.
ilgari bular ko'p bo'lgan ekan juda ham 2 million atrofida bo'lgan ekan xalq. Lekin xalqlarning migratsiyasi va bir biriga yuqtirgan kasalliklar, tabiatni payhon qilish evaziga kelib chiqqan katastrofalar, ya'ni halokat oqibatida bu millat 608 nafar qoldi. Qarang, butun boshli xalq dunyodan yo'q ketish xavfi ostida turibdi. Bu kitob vaholanki 80-yillardagi kitob. Ehtimol bu millat hozir bormi, yo'qmi, balki ko'paygandir, balki umuman qirilib ketgandir. Hatto butun boshli xalqlar yo'q ketish olib kelyapti-da, tabiatni pisand qilmaslik. Bir hali ko'proq qilib aytganda, tabiatni bir shapaloq ursang, tabiatni bir tepadi degan gap shu bo'lsa kerak-da aslida. Satkiyak muhit, chiqindilar qayta ishlash bo'yicha bizda ham ancha ishlar oldinga yurib qoldi. Viloyatimizda ham chiqindini qayta ishlash bo'yicha o'sha investitsiya jalb qilingan. Endi bu yerda chiqindini qayta ishlashni hozir yo'lga qo'yilyapti-ku, lekin undan oldin o'sha fuqarolarimiz tomonidan oldin chiqindini belgilangan joyga tashlash madaniyatini ham olib borishimiz kerak-da, chunki mana yaqinda o'zimiz ham chiqdik, qurilish chiqindilari bo'yicha ishchi guruh tuzilib viloyat hokimligida bo'ldi. Juda ko'p hollarda belgilanmagan joyga chiqindi tashlash holatlari kuzatilyapti hali ham. Lekin iloji imkon boricha o'sha profilaktika olib borilyapti, o'sha oldinroq gaplashdik. Bu narsalarni o'z aslida birinchi o'rinda oiladan, shu maktabdan yoshlarimizga tarbiya berib olib chiqishimiz kerak. Shakllantirishimiz kerak o'sha masalan maktablik davrida o'sha chiqindini belgilangan joyga tashlash kerakligini. Qadriyat darajasiga ko'tarish kerak-da. Ko'tarish kerak. O'sha mahallada biz endi mahallada turadigan domlarda turadigan bo'lsak, faqat o'sha chiqindini belgilangan kuni maxsus joyga olib chiqish kerak. Bu sanitar bog'xonalarimiz bor. Haftada kamida bir marta yoki 2 marta qatnaydi. Bunday holatlarda yo'lga qo'yishimiz kerak-da oldin. Shu masalada mavzudan chetlashmaymiz, esimga tushib ketadi. O'sha 2021-yili biz endi 2017-yilda ish boshlaganmiz. 2021-yili Oltiariq tumanida inspektor bo'lishda turganda respublikadan o'sha yosh ekologlar o'rtasida konkurs bo'ladi. Shunaqa degan narsa kelib qoldi. Keyin shu bo'yicha endi viloyatga kelib tushgan, viloyatdan endi misol uchun kimdir fikr bildirgan, kimdir nimasi bo'lmagan. Ular endi hech kim bormaydigan darajaga kelib qolgan ekan. Keyin oxiri shu xabarni eshitib qoldim. Men boraman dedim. Keyin o'sha Oltiariq tumanida bizning ustozimiz Shukur Muzaffar aka degan odam bor edi. Shu bilan birgalikda keyin nima qilamiz deb o'ylab o'tirib, keyin aytdimki, chiqindi salafon paketlardan xoli bo'lishimiz kerak. Biz qutulishimiz kerak. Shu mavzusida shuni olib boraman, zashta qilaman. O'sha vazirlikda nechta xodimlar bo'lsa, boshqalar bo'lsa, o'zimizning ustozlar shular oldida men isbotlab qilaman desam, bajarilasizmi? Bu to'g'risida endi hukumatimizning qarori ham chiqqan, masalan, supermarketlarda o'sha salafanlarni kamaytirish maqsadida pulli sotish nimasi ham chiqqan. Bu o'shanga tushib qoladi deb, men boshqa tomondan isbotlab qilib kelaman dedim. Endi o'ziga yarasha tartibi bor edi. O'sha roliklar, isboti, hamma jarayoni bo'lishi kerak edi. Keyin bordim, konkurs boshlandi. Misol uchun endi respublikamiz bo'yicha o'sha hamma respublikadan bolalar bo'lgan. Endi viloyatdan hamma bo'lgan bolalar bo'lgan. Endi undan asosiy maqsad shuni isbotlamam olish. Endi baribir qaytib turganingizda endi o'rinni olib kelsangiz baribir boshqa narsa-da. Bir payt shu narsa boshlandi, Farg'onani chaqirishdi, kirdim, o'shanda shu mavzu ketdi. Salafon paketlardan qutulishimiz kerak. Bunga nima dedi? Qanday qutulamiz dedi? O'rniga qog'oz paketlardan foydalanishimiz kerak. Oldin shunday bo'lgan. Endi qog'oz paketlar qimmat bo'lib ishlab chiqarish jarayoni bo'lishi mumkin degan narsaga aytdimki, o'sha paytda hozirgi taniqli xonandalar yoki taniqli insonlar misol uchun ko'paymoqda. Shularda misol uchun fotosuratlarni yoki nimalarni qo'ygan holatda brendini yaratish kerak. Brendini yaratsak, misol uchun endi ko'rimsiz oddiy qog'oz bo'lmaydi-yu, lekin foydalanishi oddiyroq bo'ladi. Lekin uni brendi reklama tariqasida ketadi-da. Yaxshi g'oya. Ular misol uchun o'sha mashhurlardan o'sha reklamasini hisobiga misol uchun ishlab chiqarishga foydasi tegadigan darajada misol uchun qandaydir kompensatsiya yo nimadir qaratib qo'yiladi. U birinchi masaladan. Keyingi ikkinchi masaladan salaf o'sha paketlarni misol uchun yaroqsiz yetilib qo'ygani bo'ladi, boshqa bo'lib qo'ygani bo'ladi. Har bitta do'konda oldiga qog'ozlarni qabul qilish uchun
sharoit yaratib qo'yish kerak. Misol uchun yaroqsizini olib chiqadi, misol uchun 5-6 tasi to'planib qoladimi, 10 tasi to'planib qoladimi, uni tashlaydi, o'sha belgilangan hukumatimiz tomonidan bitta narx belgilansa, shu tariqasida magazin qabul qilib oladi. Uni pulini evaziga o'sha yangisi, boshqasi hali jarayonga chiqadigan bo'lib qoladi. Endi ham misol uchun bu salafanlar misol uchun e'tibor bergan bo'lsangiz, bitta hududga qarasangiz, uchib ketgandan keyin atrofda hamma joyda haligi misol uchun poligonlarda, boshqalar Rang-barang salafan. Oddiygina misol uchun mana o'zimiz xalqimiz hozir mana tabiatga qiziqyapti. Piknikda, anaqalarda o'tirishlarni ko'paytiryapti. Lekin o'sha yerda tozaligiga e'tiborni kam qaratyapti. Chiqqan joyda misol uchun o'sha salafon paket, plastmassa hamma ulardan foydalanadi-da, e'tiborlisi olsa oladi. Olmagani shunday qir-adirlarda boshqalarda qoladi. Endi aka bugun shundan foydalangan bo'lsa, yana ertaga chiqamiz-ku aka. Siz chiqib kelgan bo'lsangiz, men chiqishim mumkin, mendan keyin boshqasi chiqishi mumkin. Shunga zamin yaratib ketmasak. Bugun men mana shu iflos qilgan bo'lsam, siz ertaga bu joyga o'tirasiz. Keyin u joyga o'tirasiz. O'sha hamma yoq hamda bo'laversa, keyin aytyapti xalq o'zi. Bizda dam oladigan joy kam boshqa. Yo'q, o'sha o'zimiz qarab obodonlashtirib chiroyli qilib qo'yaylik-chi. 3 minut vaqtimiz ketadi. Yig'ishtirsa, bitta salafan bo'ladi, mashinani bagajiga joylaydi. To'g'risi. Oladi, keladi. Konteynerlar bor, boshqalar bor, tashab qo'ysa, hamma yoq sof. Keyingi odam chiqsa, ko'rib turib bahridan ochiladi, toza ekan deydi. Borganingizdan keyin hamma iflos bo'lsa, boshqa joyga O'tirgan joy topolmaysiz. Bu o'sha Davronbek akam aytmoqchi, oiladan boshlanish kerak-da. Odamlarimizni sotsial mulkka bo'lgan munosabatini ijobiy tomonga o'zgartira bilishimiz kerak. Jamoaviy mulkka bo'lgan, bu tabiat bu jamoaviy mulkda, meniki emas, sizniki emas, yo sizniki emas, bu avlodlarning mulki, bu kelajak avlodlarning mulki. Endi shu o'rinda sizga savol, Davronbek aka, hukumatimiz tomonidan yoki masalan ekologiya boshqarmasi tomonidan yoshlar bilan ishlash darajasida, yoshlarda mana shu ekologik madaniyatni yuksaltirish borasida qandaydir bir qonuniy konsepsiyami, bir nimadir ishlab chiqildimi? Shu haqida, shu masalada sizlar uchrashuvlar, turli xil yig'ilishlar, anjumanlar, suhbatlar olib borishyaptimi? Bu haqida rejalar mavjudmi? O'zimizning o'sha ekologiya, Farg'ona viloyati ekologiya bosh boshqarmasini o'sha har yil ish rejasi alohida ishlab chiqiladi-da, manzilli dasturga asosan yoshlar bilan davra suhbatlari. O'zimizda o'sha targ'ibot mutaxassisimiz bor, Gulnoz opam, ular rahbar boshchiligida yoshlar bilan davra suhbatlari har haftada o'tkazib turiladi. Davra suhbat o'tkaziladi. Lekin o'sha profilaktika suhbatlari, mana yangi chiqib turgan farmon qarorlardan keyin ancha to'g'ri qonun buzish holatlari ham bor, lekin fuqarolarimiz tomonidan ham tabiatga bo'lgan nimalar ancha o'zgardi. Ijobiy tomonga. Masalan, o'zimiz ijtimoiy tarmoqlarda ko'rgan bo'lsalar ham o'zim ko'p kuzataman. Fuqaro yoshlarimiz mana chiqyapti, borib o'sha musor to'planib qolgan joyda tozalashi, boshqa qilishi, eko anaqalar o'tkazishyapti, challengelar qilishyapti. Ancha rivojlanib qoldi bizda ham narsa. O'zimizda o'zim 6 ariqliman. 6 ariqda ham bor xuddi shunaqa bolalar, o'sha ishlagan paytimda ko'rishganmiz. Uchko'prik tomonda ko'rdim bir marta. O'sha paytda bizni boshqarma tomonidan ham taqdirlanganlari bor yoshlarda. Shunaqa nimalar olib boriladi. Juda yaxshi. Hozirgi mana shu savoldan kelib chiqib, hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasida maktab o'quvchilari o'rtasida Eco-School loyihasi amalga oshyapti. Ko'pda o'sha yashil bayroqqa ega bo'lish. Bizni mana Erkin Mohammad ijod maktabimiz ham shu loyihaga 1 yildan beri qatnashyapti va ancha o'sha hisobotlarni qilib, ular belgilangan vazifalarni bajarib borishyapti va xudo xolasa kelasi yilga bizning maktabimiz ham yashil bayroq olish niyatdamiz. Bizni o'quvchilarimiz ham juda ham faol. Agar hozir vaqtlaring bo'lsa, podkastdan keyin bir chiroyli qilib uchrashuv tashkillasakda, sizlar ham xuddi o'sha mana shu o'quvchilar bilan shu ozgina shu tushunchalarni bersalaring, juda ham yaxshi bo'lardi. Bir kelganlaringdan foydalanib qolamiz albatta. Shu doirasi, shu Eco-School loyihasi doirasida o'sha bizni shu tabiiy fan ustozlarimiz boshchiligida o'quvchilarimiz shu o'zimiz mana ijodkorlar bog' hududida shu tozalik ishlarini olib borishadi va yaqinda mana o'sha Burxondir Marg'iloniy majmuasiga ham borib, endi u yerda ko'rgan bo'lsalaring, aholi hozirgi kunda juda ham ko'p kelyapti-da, masalan, hattoki juda ham albatta bu ko'p aholi bo'lgandan keyin chiqindi shu tabiiy hol, masalan, ayniqsa yosh bolalar bo'ladi, mana oddiy o'sha aytyapman, marojnasini qog'ozini tashlab ketadi, masalan, shunaqa shularga bir mana ijtimoiy tarmoqlarda qo'yildi bu videolari, shuni tozalikka talab qiladigan shu videolarni ham qilib chiqib shu ko'ngilli harakatiga a'zo bo'lishgan demoqchiman. Biz o'quvchilarimiz ancha faol mana shu borada ham. Zohidjon aka, shu o'rinda sizga ham savol bermoqchiman.
bugungi kunda mana shu Sardor akam aytmoqchi, bir daraxt kesgan yoki bir hayvonni noto'g'ri qurbon qilgani va hokazo holatlarga nisbatan qonunni hukmini ham bir tushuntirib keting iltimos sizdan. Masalan, bir yillik archani kessa qancha shtraf jarima bor, qaysi daraxtni kessa qancha jarima bor, qaysi hayvonga qanday munosabatda bo'lsa, sababi bir qo'lda mehr, bir qo'lda qahr albatta turish kerak-da. Holat kelganda ko'proq albatta mehr ishlasa maqsadga muvofiq bo'ladi, lekin tushunsa-da. qonun ustuvor jamiyat doimo ilgari yuradi. Shuning uchun qonunni kuchini ham ko'rsatishga harakat qilaylik. Masalan, qanaqa jarimalar va qaysi daraxtga qancha, qanaqa holatga qanaqa munosabatlar bor qonunchiligimizda? Endi yo'q, aytavering. Noqonuniy daraxt kesish holatlari bo'yicha Gabriel'imiz. o'zi o'zini dunyosini ozod qilish, undan foydalanish to'g'risidagi qonun bor. Shu qonunda 45-moddasida daraxtni kesish uchun ekologiyadan o'sha ruxsatnoma olishligi talab qo'yilgan. Bunda istisno qiluvchi holatlar, masalan, mevali daraxtlar, tez o'sish teraklar uchun ruxsatnoma talab qilinmaydi. Lekin manzarali daraxtlar uchun albatta ekologiyadan ruxsatnoma asosida kesilishi kerak. Buning uchun fuqaro agar shunday holat yuzaga kelib qolsa, Vazirlar Mahkamasining 86-sonli qaroriga asosan davlat xizmatlariga borgan holda elektron ariza qoldiradi. Bu ariza biz boshqarmada tegishli mutaxassislar tomonidan o'rganib chiqilib javob beriladi. Agar shu holatlar bo'lmasdan noqonuniy daraxt kesish holati kuzatilib ro'y berib qolsa, bunda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 79-moddasi 1-qismiga asosan ma'muriy jazo, jarima jazosi qo'llaniladi. Bundan tashqari daraxtni o'sha Vazirlar Mahkamasining 464-sonli qarorda 4-ilovasida kam qimmatli va qimmatbaho daraxt turiga bo'linadi. Shu daraxtni diametri, ya'ni razmeridan qasddan kelib chiqqan holda hamda turiga qarab turib tabiatga yetkazilgan zarar summasi hisoblanadi. Bundan masalan qimmatli daraxt, qimmatbaho daraxt turlarini kesish uchun o'zi prezidentimiz tomonidan mana juda yaxshi nima bo'ldi, moratoriy e'lon qilingan. Kesish mumkin emas. Kesish mumkin emas. Men o'zim juda ko'p hollarda ko'rganman. O'sha maktabga qo'shimcha bino qurish kerak bo'lgan joyda ham kerak bo'lsa loyihasini o'zgartirganmiz. Oltiariq tumanida chinor daraxti bor edi, ko'p yillik. Shu loyihalarni o'zgartirishgacha olib borganmiz. O'sha moratoriy foydasi ishlayapti, qonun ishlayapti. Juda ko'p foyda beradi. Bundan tashqari o'sha noqonuniy daraxt kesilgan har bir daraxt, bir tip daraxtga 100 dan o'sha kesilgan daraxt qimmatidan kam bo'lmagan holatda 100 tip daraxt ekilib 3 yil parvarishlab beradi. Huquq-buzarlik. Xo'p, 1 yillik archa ko'chatini kesdi deylik, payhon qildi deylik, vayron qildi deylik. Qancha jarimasi bor? Bazaviy hisoblash miqdorining 25 baravari, ya'ni shu 10 million 100 ming. 10 million. Bir dona daraxt. 1 yil archa ko'chati uchun. 5 barobardan Jarimasi 50 barobargacha. 50 baravargacha. Hozir jazo chorasi. Bir yilligimiz endi misol uchun u misol uchun yosh nihol hisoblanadi, ko'chat hisoblanadi. Unda aksariyat qismlarda zarar qo'llashimiz to'g'ri kelmay qoladi. Sababi 1 yillik nihol misol uchun qanday yangi nihol ko'chatda uni diametri ham boshqasi ham chiqmay qoladi. Lekin o'sha ko'chatlarga o'sha qo'pol ravishda munosabatda bo'lganligi sababli o'sha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda hozir aytishganda 79-1 bilan klassifikatsiya qilinib jarimasi qo'llaniladi. Lekin zarar qismi bundancha mustasno bo'ladi. Qolganiga 3 yillik, 3 yildan yuqori, 5 yillik ko'chatlardan keyin o'sha daraxt o'sha rivojlangan, o'rnatilgan holatdan kelib chiqib, uni asosiy tabiatga yetkazilgan zarari shu tumalaq daraxtni misol uchun aylana diametridan kelib chiqadi uni. Diametri qanchalik qalinlashidan sari, misol uchun Vazirlar Mahkamasining 464 sonli qaroriga asosan o'zini bazaviy hisob kitoblari bor. Uni misol uchun fuqaro o'zi belgilamaydi yoki biz ekologiya xodimi o'zimiz belgilamaymiz. Hukumat tomonidan belgilab qo'yilgan bazaviy stavkalar bor, shunga nisbatan olinadi. Uni haligi monchaga oladi, monchaga qo'yadi degan narsa noto'g'ri narsa, diametridan kelib chiqadi. Keyin moratoriy davrida qimmatbaho daraxtni kesgandan keyin misol uchun oddiygina 10 million zarar chiqayotgan bo'lsa, shu moratoriy talablarini buzganligi uchun 2 barobarga ko'paytirilgan holatda hisoblansin deb belgilab qo'yilgan qarorda. Bu degani o'zi avtomatik 10 milliondan 20 millionga aylanib qoladi. Sabab nima? Shu narsani o'sha qonunda mensimaganlik, talablarni buzganligi uchun, moratoriy davrida bo'lgani uchun 2 barobarga hisoblanadi. Shu tariqasida Bulardan maqsad endi shu daraxtlar saqlab qolish maqsadini, asosiy maqsad shu. Hozir mana shu qonunlar jismoniy shaxslar va yuridik shaxslarga bir xilmi yoki yuridik shaxslarga jazo sal kattaroq bo'ladimi?
yuridik shaxslarga albatta jazo yuqoriroq bo'ladi, fuqarolarga nisbatan sal kamroq. Misol uchun 79.1da misol uchun mansabdor shaxslarga hamda fuqarolarga deb belgilab qo'yilgan. Mansabdor shaxslarda endi misol uchun faoliyat anaqasi kengroq bo'ladi, sababi qo'l ostidagi misol uchun xodimlar bo'ladi, uni boshqarish tizimi bo'ladi. Shuning uchun qonunda belgilangandek mansabdor yuridik shaxslarga nisbatan sanksiyalari baland bo'ladi. Tushunarli. Bundan tashqari o'sha misol uchun yangi o'sha qarorimizda belgilangan bu amalga kirgan o'sha daraxtni misol uchun yuridik shaxslar deganingizga quruvchi tomonidan noqonuniy o'sha daraxtlarni kesib turib domlarda qurib turgan holatlariga yoki ko'chirib o'tkazmoqchi bo'ladi. Shunday holatlari ko'p bo'ldi, ijtimoiy tarmoqlarda ham chiqdi. Bunga nisbatan hukumatimizning qarori chiqqan. Nafaqat o'sha zararlarni to'lashdan boshqa unga misol uchun nima qo'shimcha sanksiya e'lon qilingan, 100 barobardan 300 barobarga sanksiya e'lon qilingan. Masalasi ko'rib chiqiladi sud tomonidan, shuni ham muhokamaga olib kiriladi deyilgan. Bundan tashqari keyin o'sha quruvchilarimiz haligi tenderda ishtirok etish uchun ularda qandaydir ballari bo'lar ekan, reyting ballari bo'lar. Shu balni pasaytirish darajasigadir bizdan misol uchun da'vo ariza orqasida kirgizilgandan keyin ko'rib chiqilib, uni reyting ballini pasaytirish ham kerak. Sababi o'sha kelgusida asosiy masala quruvchilardan kelib chiqyapti. Ularga iltimos bo'lardi o'sha bitta o'sha endi o'zini manfaati yo'lida yoki o'sha uyni qurilish manfaati yo'lida daraxtlarni bir dona emas, ko'p miqdorda kesib olishga sabab bo'lyapti. Fuqaro bitta kessa, yuridik shaxslar, mansabdorlar undan ko'proq kesishga sabab shaxsiy manfaati yo'lida. Shunaqa bo'lib qolyapti. Albatta. Shuning uchun shunaqa masala. Ha, demak suhbatimiz ham vaqtimiz ham yakunlanib qolyapti. Reglamentimiz Saidakmalxon aka. Hurmatli mehmonlar, Farg'ona viloyat ekologiya boshqarmasining xodimlari, demak, bugungi davra suhbatimizga qatnashganingizlarga kattakon rahmat. Saidakmalxon akam va men bu masalada ancha qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'ldik. Xudo xohlasa buni efirga uzatamiz. O'ylaymizki, bizni tomosha qilib turgan tomoshabinlarimiz ham suhbatimizdan ancha manfaatlanishadi. Agar ekologiya borasida sizda qandaydir savollar bo'ladigan bo'lsa, izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Keyingi ko'rsatuvlarda bu savollarga javob berib o'tishga harakat qilamiz. Shuning bilan bizga ajratilgan vaqt poyoniga yetyapti. Barchangizga sog'lik, salomatlik tilagan holda sizlarga ham alohida tashakkurlar. Rahmat sizlarga ham taklif qilganlaring uchun. Sog' bo'linglar. Shu fursat ekan, endi shu foydalanib bitta taklif endi o'ylab yuraman yurgan yo'limda. Agar kelgusida misol uchun sizlarda shunaqa qanaqadir imkoniyat paydo bo'lib qolsa, endi men fikrim, hozir misol uchun elektron nimalar hamma rivojlanib ketdi. Maygov orqali har bittaning o'zining profili, ID naqasi bor. Shu balog'atga yetgandan keyin qaysidir maktabda yoshidan misol uchun tanlab olsak-ku, shu o'zining elektron platformasi ochiladigan darajada kelgusida bitirgandan keyin maktabda misol uchun o'qishlarga, keyingi ishlarga boradigan jarayonda uni maxsus o'sha profilida misol uchun ekologiyaga shunaqa narsa ochish kerakki davlat tomonidan. Misol uchun ertaga universitetdan bitirib chiqib ishga qabul qilinayotganda siz rahbar bo'lsangiz, deb olib turib platformasini ko'rganda, sen maktab davridan shu paytgadir muncha daraxt ekibsan, ekologiyaga muncha foyda tegibdi, mana narsa bo'libdi, tabiatga degan narsa qandaydir profilda saqlanib qoladigan bir taklifni bersalang, agar hukumatga, endi bizdan ham bu narsa bo'ladi. Albatta. Pedagoglar tomonidan Yaxshi g'oya, Saidakmalxon aka. tavsiyasiga qo'shimcha, misol uchun sizlar ham qandaydir tavsiya berasizlarki, shunaqa narsa bo'lib qolsa, juda xursand bo'lamiz. Sababi nechta talaba bo'ladi, boshqalar. Albatta. Bu xalqimizning ekologiya madaniyatini rivojlanishiga hissa qo'shadi. E'tibor kuchayadi. E'tiborlaringiz yana bir karra rahmat. Tanjonlar sog' bo'lsin, salomat bo'linglar. Shuning bilan hurmatli tomoshabinlar, bugungi ko'rsatuvimizga yakun yasaymiz. Hammaga sihat salomat yana bir karra. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha omon bo'ling. Omon bo'linglar.